Uyga kelibdi deb bir xotinimga hazil qilaman. Dadam desa xotini, nima gap, tinchlikmi? Boshqasini topdim. Ha? Boshqa xotin topdim. Nima? Qulog'i eshitadigandan topdim. Ha? Demokratiyami? To'g'risini aytishmi? Mana sizga xiyonat qildim, kerakmi? Ajab bo'pti, xo'p bo'pti, mana sizga xiyonat qilganman. Hey, hazillashdim. 1-aprel. Meniki aprel emas, fevralmidi, martmidi esimda emas. Ha, pantavatsiya qilib, telefonni titkilab tursalar, bitta yoshroq yigit kelibdi, kamolatchi bo'lsa kerak edi. Otaxon. Hozir internetda har xil narsalarni qo'yishyapti. Ayniqsa bizdagi yoshlarni xayolini buzish uchun behayo qizlarning rasmlari ko'payib ketgan. Shunga siz qanday qaraysiz? Biz otaxonam kattalashtirib qarayman, unda ko'rinmaydi, balki kattalashtirib qarayman debdi. Bola otasidan so'rayapti, bola. Dada debdi. Ko'chada debdi, mujik deydi. Mujikmisan deydi. Mujik bo'lsang gapingga javob ber. Mujikmisan? Mujik degani nima degani? Mujik degani bola chaqa boqadi degani. Mujik degani pul topadi degani. Mujik degani gapiga javob beradi degani. Bildingmi kimligini mujikka? Desa bola bildim debdi. Kim ekan mujik? Onam ekan mujik debdi.